Markaziy Osiyo davlatlari hamda Ozarbayjon davlatining yetakchilari Toshkentda bo'lib turibdi. Ular mana shu bir necha yo'nalishlarda hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha yig'ilish o'tkazyapti. Albatta bu yig'ilish bugungi kundagi birinchi yig'ilish emas. 2017-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining 72-sessiyasida Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan olg'a surilgan o'sha g'oyalarning natijasida Markaziy Osiyo davlatlarining ana shunday har yili o'tkazib turiladigan Markaziy Osiyo davlatlari yetakchilarining uchrashuvi bo'lib o'tadigan bo'lgan. Bu uchrashuvdan maqsad bir necha yo'nalishlarda olib boriladi. Birinchisi o'sha hamkorlikni kengaytirish, ikkinchisi bojxona masalalari, chegara masalalari bo'lib hisoblanadi. Hamda shu bilan birgalikda o'sha hozirgi kundagi eng asosiy muammolardan bo'lgan o'sha suv resurslaridan birgalikda foydalanish kabi iqlim o'zgarish sharoitida albatta bu juda ham aktual masala hisoblanadi. Va keyingilari esa mana shu iqtisodiy hamkorlik bo'lib hisoblanadi. Keyingi yillarda tashqi iqtisodiy hamkorlik natijasida Markaziy Osiyo davlatlarining o'zidagi savdo yoki bo'lmasa savdo aylanmasi bir necha marta ortganligini ko'rishimiz mumkin. Markaziy Osiyoning imkoniyatlari juda ham katta baholanyapti hozirgi kunda. Sababi mana hozirgi kunda ham yalpi ichki mahsulotning o'sishi natijasida 500 milliarddan oshib ketgan umumiy miqdori. Demak, aytishimiz mumkinki, yana ichki o'zaro imkoniyatlardan davlatlar o'rtasidagi imkoniyatlardan foydalanadigan bo'lsa, bu demakki kelgusida yanada ham ortib boraverishi hamda o'sish yuqori darajada saqlanib qolishi ham mumkin. Ikkinchi omil bu Markaziy Osiyodagi aholining, ya'ni demografik jarayonning muhimligi. Sababi hozirgi kunda Markaziy Osiyoda yashayotgan aholining o'zi bu 80 milliondan oshdi. 2050-yillarga borib esa bu 100 milliondan oshib ketadi. Bu degani albatta demografiya bilan bog'liq bo'lgan o'sha infrastrukturalar, iqtisodiyot yoki ta'lim, madaniyat kabi sohalarning rivojlantirishga bo'lgan ehtiyoj vujudga keladi. Albatta buni aynan boshqa davlatlarsiz bitta davlatning o'zida amalga oshirish anchagina qiyin. Hamkorlikdan kutilayotgan masalalar ham mana shulardan bo'lib hisoblanadi.